Samarqanddagi sarguzashtlarimiz davom etadi. Bu yerda Elbek yotibdi, bu yerda Shohs qaytib ketdi. Aziz unaqada bolalarni ham tezlashtiraman. Chiq. Mana Savitskiy plaza. Hozir o'sha koridor oxiridagi xonada bizani bolalar. Kimdir kolani ichib tashlab ketibdi. Davay, qani? O, Finlandiya tovushi. Kim bor? Ish. Suhrojon yotibdi. Такой легкий бардак, lekin vid. Vidga nima deysizlar? Cho'tka vida? Ha, voshshi yo'l ish. Lekin uxlaydigan havo bo'pti-da. Voy, siz ne ko'chirasiz mendan unaqa? Ketotdingiz ovqat yegani. Gasinchani restoraniga tushdik. Qayerga tushdik? Restoraniga. Restoraningizning alohida xonasi bormi, dedi? Savitskiy plaza. Вот завтраga ko'p restoranlarga namuna bo'ladigan darajada. Mana. Uyqum kelayotgan bo'lsa, uyqumni yechtirib chiqaman lekin zavtrakka. Mana. Aytdim-ku. Barbekyu somsa ertalabdan. Bu zapikanka bo'lsa kerak qanaqa. Bu oladья, banka, mana блинчик mana. Mana sho'rvalar, risovый kasha, mana qatuli, mana sariyog', mana qaymoq, tvorog, chakka, qaymoq, tvorog, молоко, sut, ayron ham bor ekan. Yo siz video oling yo men video oling? Mamnun. Chaqilgan semichka. Bu qadar Sariq mayzamzor. Bu yoqda demak tuzlamalar. Ertalabdan baliq kim yeydi mana? Ertalabdan kechki payt bayram qilgan odam baliq yeydi. Voy, mana bu sirri kim biladi? Mazasini. Bunisi ham to'g'ri. Bu yoqda endi ko'p choy, sok, suv. Ertalabdan shirinliklarni. Hammasini yeb turib mana shunda ko'chaga chiqasiz, mana shu yerda joyga joylashasiz, mana shu manzarada lehki zavtrak. Bu mana bizning likob, bu mana Aziz likobi. Eng qizig'i biz diyetadamiz. Diyeta. Qani sheriklar endi. Ketdi yana nimadir qidirgani. Oliymi, olmaymi? Olaman. Mayli. Qani. Obed qachon qilaman dedi, o'ylandi. Yaxshi. Bugun Toshkentga qaytib ketish kerak bu ham. U sosischnida ajoyib sosiskalar, ichida sariyog'li sosiskalar ham bor, bilasanmi? Osiyodan. Suqrop, Erbol. Bu yoqshi yangi komandani, jamoani yangi vakili. Ayubxon. Nega? Mstitsilidagi yengani tor. O'zbekskiy tor. Formachilar takoy yarashib kerak. Yarashadimi? Yarashsin-da. Polislarga o'xshab qoldi. Под лицо все к лицу. Bu yoqda bu yoqish ham hali ham izlanishda. Oliymikan, olmaymikan. Nima qilsam ekan? Ol Aziz, ol. Xonalarni topshirdik. Bolalar kirib ketdi, maydonchada qolib ketgan narsalarni ham bir ro'y tekshirgani. Tetris o'yinini davomi. Mana qanaqadir bir amallar yo'q qilib xaltalarga solib yana joylashtirdik-da. Endi mana Tetrisni qiroli. Ha, hech joyini topa olmayapti. Shunda qo'yib qo'y hozir, shunda joyini topadi o'zi. Bittasi mana bu yoqishimniki, bittasi Erbolniki. Shu o'rtada kiyim ham lekin rosa pachaq chiqdi. Kimnikida o'sha? Menikida. Kimning beyozligi bor? Registonga yetib keldik. Yomg'ir tindirmayapti. Eng qizig'i kurtka hech narsa olmaganman. Bam. Samarqand. Ertalabdan Sherzod aka
choyning qopqog'i Chambara aka kelishib maslahat olgani kelishgan ekan. Biz Samarqandda Urgutda qolganmiz. Kecha orada uzilishi bo'ldi. U yoqdan bu yoqqa poyezdka ko'payib ketib qoldi Samarqandning o'zida. O'zbek turizm Samarqand filiali ozgina tushunmovchiliklar hisobiga mana shunaqa aylanishlar bo'lib qoldi. Mana Tetris o'yini yana. Uyg'oqmidi bay. Beylakama joy-joyda. Shunaqa joyda qoldik biz. Xayrlashishdan oldin yem-gilimga bittadan storieslar olinib, shu bilan hozir Shahrisabzga ketamiz. Shahrisabzga borishimizdan oldin 3 kun oldin bu kishim bitta shularni band qo'yibdilar, mayli. Haq-huquq sizga topshirildi. U aslida hali sekret videoda ko'rishadi. Boya Samarqanddan yurgandan beri zarulim bo'lganligim hisobiga video ololmasdan keldim. Mana Filivalda Pepsi Sharshara restoran degan joy bor ekan. Sharshara o'tgan orasidan shu suv o'tgan. Bu yo'ni endi hozir ko'rasizlar. Wow! Content bazm. Videoda emas, content bazm. Chiroyli joylar. Haqiqatan Shveysariyaning atmosferasi bor. Nima ularni ko'rib turasizlarmi Instagramda? Oy молодец. Nechinchi sinf? Birinchi? Xudo xolasa. Shunda nechinchi yilsizlar? Men bilmayman. Yo, tug'ilgan yilingni bilmaysanmi? 2018 Demak 2018 tug'ilgan ekansizlar-da. Men 2-martga. 2-martgaman. Demak 2018 da nomerading ekanda. Ha, 2018 nomerading mana. Shahrisabzga yetib keldik. Kitob Perivaldan shunda tushganda kitob shaharga kirmasdan o'ngga qayrilib ketib Shahrisabzga keldik. Mana. Ammo Temur haykali. Proyezdlar olindi. Chiroyli kadrlar olindi. Keldik, mana muxlislar. Ha, Instagramga. Bu videoni YouTube'ga qo'yaman. Qo'yaveraymi? Nechinchi maktabda o'qiysan? Birinchi maktab? Ana. Shahrisabz birinchi maktabi o'quvchi bolalari. O'staymasin, birinchi sinf bo'lsa ham yaxshi. Dadil. Mana. Shahrisabz, bugun Shahrisabzdamiz. Endi bugungi kutilayotgan ishlar shu logotip o'zgarishi, Uzcard. E'tibor bersanglar, keyin Uzcard logotipi o'zgariladi bugun. Sababi bugundan boshlab Uzcard logotipini yengiladi. Rebranding. Ana bizani bola, ana bizani bola. Erbol montaj qilish bilan band. Erbol olgan videoni sirasi montaj qilsanmi? Ha. Qiyin emasmi? Ikkita odam u yoqda ishlayapti-yu, работаем bor-ku. ikkita odam bor. O'tirmasdan koeffitsient полезного действия deydi-yu. KPD. KPDni oshirish uchun Foydali koeffitsient. Blogerlik ham oson emas. Mana kamida 3 ta operator, 2 ta voditelь, 5 ta odam, 3 ta blogerga 5 ta odam yordamchi. hozir shu haqida kelayotganda o'ylandimda, blin, shuncha narsa o'ylab, yangi narsa o'ylab, odamlarni qiziqtirib kontent qilish kerak. Bu ham oson narsa emas deb o'ylab qoldim Abdurahmon aka. Endi ko'pchilik aytadi, ana shunda House. kamerani yoqib jinnilik qiladi, reklama oladi, mazza yo'q. Buni ortidagi mehnatni hech kim ko'rmaydi-da, Davron aka. Mana siz ko'rsatingda o'sha mehnatni. Ko'rsatishga vaqt bo'lmayapti-yu bunga aka. Ish ko'p-a? Demak, sizlarga ham bitta yordamchi kerak ekanda, Erbol. Ish ko'p, ha. Sizlarga ham bitta yordamchi bo'lsa, mobilograf kerak ha, o'shadek ochaverasiz. Bo'ldi, yarim stavka sizlarga o'taman unaqada. Shunaqa gaplar. Shahrisabzdan ozgina chiqqanda Meraki degan qishloqda mana shunaqa markaz qurilibdi. Bu yerda shu gostinitsa, zona отдых. Mana shu uy ekan. Endi bu
Qandoq qurilgan, nima qilinadi, kirib ko'ramiz hozir. Ajoyib, ajoyib. Shunchaki ajoyib. Mana. Wow, issiq. Mana qancha yorug'lik kiradi. Oxde. Bu shunda bu 6 ta xona bor ekan-da. 6 ta xona ekan bu yerda. Qani xonaning ichini ko'raylikchi. Mana. Yoki yo'q qo'yishibdilar, adamlar ko'lab, darchi mehmonxona qilib qo'yishibdi. Ano Властелин колец'da Hobbitlar yashaydi-yu. Shunaqa. Hobbitlar. Televizorlarni uyi ham mana shunaqa adar ichida bo'ladi, bilasizmi? Lala poma. Yo, ajoyib, ajoyib. Ajoyib. Bu bu basseyn bu sifatida bo'lsa kerak, yo jakuzi yo basseyn bo'lsa kerak bu. Mana. Zo'r. Ular dashta pechishdi menimcha. Kiramiz aka. Hali sveji, ko'p narsa rastvorlar hali qotishgan ulgurmagan. Ajoyib. Boshqacha. Boya videoda ko'rgan Meraki Gardenmi, hozir nomi esimdan chiqib ketdi. Pastroq tushdik, mana Merakini o'zini dor yo'li bor ekan. Bu yoqqa tushdik. Manzara endi asli qo'yaverasiz. Mana dor yo'l o'sha ketdi, o'sha yoqqacha chiqarganda tirs o'tga chiqib, aylanib yana обратно deb pastga tushsa bo'lar ekan. Stayankasi bor o'zini, mana bu yoqda chiroyli joylar. O'sha yo'lga biz yo'l oldik. Mana bu past qismi. Yoshlar ham shunday hozir. Yoshlar gezini desa yo'q, lift qidiradi. Kanatga chiqib. Ha. Nechta odam? To'lib qoldi-yu. 8 kishi. Suhrob keyinsa chiqamiz. Suhrob tiqilib qolasan. Yo'q, kelib. Tiqilib qolasiz, Ibrohim. Xo'p bo'ladi. Orqaroq turar ekanmiz, orqaroq. PUBG'da qayerda edi? Erangelda mana shunaqa joy bormidi? Kanatga yo Anaqa esingizmi? Bitta video chiqdi. İşte bittasi usulib qo'yganlar. Shaqillat aylab to'xtamay aylangan. Suv omborini bitta tomosha qilinglar. Bo'shib qoldi bu yoniga. Esingizmi o'tgan safar yo'q. Shahrisabz. Suhrob aniq qilgan muzikani qo'ramiz. Mana bu yerdan olish kerak. Mana bu yerda Almashaylik joy. Eshik ochamiz. Yo'q, eshik ochilmaydi. Emas, mana bu yerda ochilish kerak, porchkansi bo'ladi-yu. Mana tepaga chiqdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tinglar. Xo'p bo'ladi. Mazza. Hozir gaplashdik. Zo'r. Joylar zo'r, yangicha, zamonaviy, faqat shu yo'l ozgina xafa.
Eshitdingizmi ham bu Qashqadaryoga ana bula zimlakingizni keluvdi, zimlak. Mana. Akalarga jinni qilib Anvar akani olsak bo'lardi, mashinada joy bor edi. Miraki Resortga keldik. Bu yerda boyagi kanatkadan pastroqqa tushganda mana bunaqa uychalar, villalar, kottejlar, kafe, restoran, ikki mamlakat asosiy bino. Работаем. Bu уже отель and spa. Endi работаем boshlanadi. Hayotdan boshlaymiz. Ajoyib. Xuddi chet eli, qani obstanovka hamma narsa. Biz Shveysariyaga va nihoyat yetib keldik desam ishonasizlar, to'g'rimi? Hop. Rost egasi. Miraki mehmonxonasi. Joylashdik. Shun bilan Xudo xolasa ertaga Termizga ketadigan bo'ldik, bugun qoldik. Endi ko'ramiz, saltirib hozir ovqatlangandan chiqsak, u yerdan yana video olaman deb qo'shib turib, bitta videorolik qilib qo'yaveramiz YouTube'ga. Like, kommentariyani unutmanglar, endi qo'llab-quvvatlayveringlar. Kunni kech bo'lishiga qaramagan holda yo'lga tushamiz endi. Miraki Resortda ozgina dam oldik, tamaddi qildik. Endi Surxondaryoga qarab yo'lga. Lehki mizg'ib oldik. Yarim soat 40 minutdan uxlab oldik. Jaha kofeni urdi. Uxlash kun ko'rmadim. Faktiski kofeni ichmasdan turib sen uxlashing kerak edi. Adam bilan bitta xonada bo'lsam qanday uxlayman? Ha, bunisi ham bor. Erbol oldiga chiqib olishing kerak edi. Ibrohim, dam oldingizmi? Aha. 20 minut uxladingizmi, uxlamadingizmi? Uxladim lekin. Молодец. Suhrob endi montaj ishlari bilan birga bo'lgan, syomkani filtr qilgan, boshqa qilgan. Yomon uxlayman hozir lekin aka. Uxlash kerak. Bitta uxlab keyin men almashaman shofir bilan. Faqat iltimos yana bagaj taxlaymiz demanglar. Tetris o'yinidan bugun yetadi. Ha, biz tuturamiz, aka taxlaganman. Foydasi yo'q, shunaqa. Xonadan olinadi, qo'yiladi. Xuddi shunaqa. Ana suv yo'lga, to'ppa-to'g'ri. Biolife. Biolife ambasadorimi bu? Erkin agent. Biolife ambasadorimi? Biolife. Qalay o'zi? Atmosfera yoqdimi? Hozir qorong'uda ko'rinmayapti. Halol kayf. Halol kayf. Ibrohimjon. Yaxshi bola.